Akalar oqboshidan bo'lsin, puli yengilroq, sifatliroq variantdan bo'lsin degan akalarimizga akalar mana sifatli joydan. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari mana shunday buqa ishqibozlari. Akalar, bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idan akalar o'zimizni xonadonimizda xudo xolasa videolarimizni boshladik akalar. Bu yerda soatlariga mana shunday 5 bosh oqbosh variantlaridan bu yerda bitta olasidan boqaman degan akalarimizga ola variantlaridan bor. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib ko'rsa, like tekin akalar. Qo'ldan kelgancha akalar narxini yengil qilib berishga harakat qilaman. Unda biz akalar videoni boshladik. Mana shu yerdan boshlayversa bu kattasidan akalar buni bo'y baslari 1.5 atrofidagi buqalar akalar. Hozir o'lchashga ozgina sharoit yo'q. Ikkosi o'sha примерно 1.5 atrofida chiqadi, lekin akalar oldiga bir xil xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydigan mana akalar oqbosh. Oq tumshuq variantlaridan mana. Indalari ham oyoq qo'llari ham xudo xolasa baquvvat. Boqsangiz, yemdan bersangiz akalar to'lib semiradigan variantda. Xo'p, akalar buni qizacha narxlari deganda narxlari ikkalasiga 12 million so'mdan aloqa chiqasizlar akalar. Ayri bor, xudo xolasa telefon qilsalaring biz bermagan ma'lumotlarda ovorishlari mumkin. 12 million so'mdan akalar kami bor. 12 milliondan kam deb hali qilish yo'q. Bittani o'zini olaman degan akalarimizga 12 million so'm, tanlavoshiga 12 million so'm, 12 milliondan 2 olsalaring xayridan bor akalar. Dastlabkamiz vodiy bo'ylab vodiychi 200 nonga ketaveradi. Qanchalik akalar kelishgan holatda yetkazib beriladi. U dastlabkasi yo'q ekan deb aloqa chiqma qo'ymaysizlar. Xudo xolasa qanchalik ham kelishgan holatda yetkazib beradi akalar. Endi ozgina yoshroq variantlardan bu ham xudo xolasa oq tumshuq variantlar mana ikkosi ham maksama oq boshlaridan. Xudo xolasa ikkalasini narxi akalar 10 million 200 ming so'mdan aloqa chiqasa xudo xolasa xayridan bor. Borna akalar 10 million aloqa chiqqandan 200 masalan 10 milliondan tanlavoshiga akalar 10 milliondan xayri bor akalar 10 million. Ikkalasini olaman degan akalarimizga 10 milliondan xayri bor. Tanlavoshiga misol uchun buni olaman ya bunisini olaman degan akalarimizga 10 milliondan ketaveradi. Telefon qilasizlar akalar, savdolar ustidan xudo xolasa savdoni bitiraverasizlar xudo xolasa. Akalar bir dona olasidan boqaman degan akalarimizga oyoq qo'li ham baquvvat bo'lsin degan akalarimizga mana oyoq qo'llari baquvvat xudo xolasa kallavoshlari ham kelishgan variantlarda. Xo'p, akalar buni bo'ylariga keladigan bo'lsak, bu 1 metr atrofida xudo xolasa. Buni ham bo'ylarini o'lchaymiz, hammasini o'lchab ketamiz akalar. Aloqasi bilan o'lchangan videolarni ham tashlab beriladi. Xudo xolasa akalar buni aloqa chiqsalar buni ham xudo xolasa 11 million so'mga akalar bitiraveramiz buni. 11 million so'mga vodiy ichi dastlabkamiz va qanchalik kelishgan holatda qilib beriladi. 11 million so'mga aloqa chiqasizlar akalar. Albatta xayridan bor, kamroq beriladi. Lekin akalar buqalarga bitta baho berib qo'ysam turishdi qarang. Hop, like bosgan odamda inshaalloh uyda mana shunday oqbosh sifatli mollardan 10 ta 20 ta 20 ta turish nasib qilsa akalar. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha videomiz shular iborat edi akalar. Video yoqmasa bitta like bosib akalar, like bosib. Shunday buqa qidirgan akalar do'stlarga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasam agar manzilni eslatib qo'yamiz, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'i. Agar qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilib qo'yasiz.